Kesuvchi ikkita aylananing umumiy vatani A ga teng bo'lib, u birinchi aylana uchun ichki chizilgan muntazam uchburchakning tomoni, ikkinchisi uchun esa ichki chizilgan kvadratning tomoni bo'lib xizmat qiladi. Aylananing markazlari orasidagi masofani aniqlang. Mumkin bo'lgan ikki holni qarab chiqing. Hop, AB umumiy vatanni belgilaymiz. Shu yerda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun kichik aylanaga muntazam uchburchak, katta aylanaga kvadrat ishsizlik aksi bo'lishi mumkinmidi? Bu savolga yuqoridagi 25-misolda javob berganmiz. Shu 25-misolda ko'rib olishinglar mumkin. Katta aylana markazini O nuqta bilan, kichik aylana markazini O1 nuqta bilan belgilaymiz. Va shu ikki nuqta orqali to'g'risini o'tkazadigan bo'lsak, bu to'g'risig'imiz AB kesmani N nuqtada kesib o'tadi hamda bunga perpendikulyar bo'lib, teng ikki qismga ajratadi. Buni isbotini ham yuqorida 25-misolda ko'rsatdik. Yuqorida 25-misolni ko'rib tushunib olishinglar mumkin. Endi bizda AB vatanimiz A ga teng bo'lsa, demak kvadratning barcha tomoni A ga teng bo'ladi. Bu muntazam uchburchak bo'lgani uchun buni ham barcha tomoni A ga teng bo'ladi. ON kesmamiz bizda kvadratning tomonining yarmiga teng. A taqsim 2. Chunki O nuqta diagonal keshish nuqtasi bo'lgani uchun A taqsim 2 ga teng. O1 N nuqta bizda ABC uchburchakka ichki chizilgan aylana radiusini beradi. Ya'ni birinchisi uchburchak ABCdan ichki chizilgan aylana radiusi ildizi 3/6 ko'paygan tomoni A ga teng. Ikkinchisi O1 masofamiz. Demak, ON plus N O1 ga teng. ONimiz A taqsim 2, N O1imiz radiusga teng. Radiusimiz ham ildizi 3/6 A ga teng. Mahraj beradigan bo'lsak, 3 plus ildizi 3/6 ko'paygan A ga teng. Bu birinchi holat. Birinchi holatda demak javob chiqdi. Ikkinchi holatda demak bu yerda kichik AB vatanimiz umumiy, yana kichik aylana markazi O1 nuqta, katta aylana markazi O nuqta. Xuddi yuqoridagi O va O1 nuqta orqali to'g'risini o'tkazamiz. Bu to'g'risig'imiz AB vatanni N nuqtada kesadi, bunga perpendikulyar va teng ikki qismga ajratadi. Bu yergacha bo'lgan masofa AB C uchburchakka ichki aylana radiusi, bu yergacha bo'lgan masofa kvadratning yarmi, ya'ni A taqsim 2 ga teng. Hop, O1 kesmamiz chizmadan ko'rinib turibdi. ON minus O1 N ga teng. ON masofa A taqsim 2, O1 N ichki aylana radiusi. A taqsim 2 minus ichki aylana radiusi ildizi 3/2 A. Umumiy mahraj beradigan bo'lsak, 3 minus ildizi 3/6 ko'paytirilgan A ga teng. Demak, javob bu ikkinchi holida. Birinchi holatda 3 plus minus, ikkinchi holatda taqsim 6 A ga teng ekan aylanalar markazlari orasidagi masofa.